Assalomu alaykum. Bizni tinglayotgan qadrli tinglovchilar, qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga ikkinchi hikoyani o'qib beramiz. Hikoyaning nomi Dunyoning siri. Nega endi dunyoning siri ekanligini siz albatta hikoyaning so'ngiga qadar bilib olasiz. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Dunyoning siri. Shunaqa, yer yuzida 4 milliard odamga yetgan havo menga yetmaydi. Bu gapni u hazillashib aytdi. Ammo Qunduz uning so'z ohangidagi pinhoniy nadomatni ilg'adi. Zax va bo'yoq hidi anqib turgan katalakdek qiroatxona sovuq edi. Yigit yupungina plashga o'ranib kresloga cho'kkan, behafsala jurnal varaqlaydi. Bir haftadan buyon kutubxona ochilgan zahoti kirib keladi. Kun bo'yi o'qiydi. Kechqurun Qunduz uyga otlangandan keyin rahmat aytib chiqib ketadi. Kuz. O'lik mavsum. Sanatoriyda odam kam. Kutubxona deyarli kimsasiz. Diqqa nafas xonada Qunduz yolg'iz o'zi kitoblarga termilib berib zerikadi. Ish tugasa-yu tezroq ketsa. Biroq indamas xo'ja kechgacha miq etmaydi. Qunduz kuror daftarchasida uning student ekanini, ismi Muzaffarligini bilar. Ammo yigitning bepisand munosabatiga ensasi qotaradi. Aslida o'ranib chirmanib yuradigan bu kasalmand kimsaning e'tiboriga zor emas. U bir oy avval turmushga chiqqan, o'zi uchun batamom yangi, sirli hayot og'ushida mast. Har kuni ertalab kelinlik liboslariga burkangancha gul-gul yashnab ishga keladi. Lekin quyosh nuridan bebahra, rutubatli tor hujrada malohatidan hayratga tushadigan tirik jon yo'qligi tufayli andak afsus chekadi. Birozdan so'ng eshikdan hammasining buzog'i Muzaffar kirib, nari-beri salomlashgach, kitoblarga ko'miladi. 3 kun burun u yigitni gapga solmoqchi bo'ldi. Xiyla vaqt ro'parasida allanimalarni atay yozib chizib o'tirdi. Muzaffar bir payt kaftini og'ziga tutib, uzoq esnadi. O'z go'zalligi qudratiga benihoya ishongan har qanday ayol kabi Qunduz ham qattiq ranjidi. Kekkagan student haqida odamov degan hukm chiqarib, minbat so'z ochmaslikka ahd qildi. Biroq bugun ertalab beixtiyor nima kasalsiz deb yubordi-yu, tilini tishladi. Muzaffar jilmayishga urindi. Ozg'in, qonsiz yuzlariga mahzun bir parishonlik qalqadi. Shunaqa, yer yuzida 4 milliard odamga yetgan havo menga yetmaydi. Qunduz unga ajablanib qaradi. Men astmamanda, dedi yigit xo'rsinib. Uning soxta xushmolligini ko'rib, Qunduzning rahmi keldi. Tuzalib qoldingizmi axir? Deb so'radi atay tetik ohangda. Vrachning gapiga ko'ra tuzalishim kerak. Lekin doim doktorlarning aytgani bo'laversa, olamda allaqachon kasallik qolmasdi. U tasalli berishga shoshildi. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Yigit bosh chayqadi. Qaydam? Ha deb o'ylab siqilavermangda. Bu yerda qancha odam davolangan. Tog' havosi. Keyin salomatlik posbonlariga men sizdan shifo topdim degan muzikali zolimni yo'llayman. Shundaymi? Muzaffar kulimsiradi. Xuddi doktorga o'xshaysiz-a. Menga qarang. Tag'in vrach bo'lmang. Yo'q. Qunduz ham ma'yuslanib kuldi. Farmatsevt bo'lmoqchi edim. Kira olmadingizmi?
Ximiyadan yiqildim. Yigit qo'zg'alib qo'ydi-da, biror sirtqi bo'limga kiring, deb maslahat berdi. O'qish endi, deya kelinchak jilmayib qo'ydi. Otasiz o'sganmiz. Shuning uchun amakimning deganlari degan. Ha, dedi yigit bosh irg'ab Muzaffar. Qunduz gazeta jurnallarni taxlashga kirishdi. Bu dard o'lgursizga qayoqdan yopishdi? Juda yoshsiz-ku, deb so'radi ishdan bosh ko'tarmay. Bilasizmi? Yigit so'z qidirib kalovlandi. Haligi dadam shiyponga qorovul edi. Ko'p kasal bo'lardi. O'shanda o'rnida turardim. Defoliatsiya vaqtida. Tog'da paxta ekilmaydi. Defoliatsiyani bilarmikansiz? Qiziqsiz-a, nega bilmayman. Ana shu paytda dalada hech kim qolmasligi kerak. Men yotaverdim. Shiyponni qarovsiz tashlab ketolmasdim. U gunohkorona iljaydi. Sizni qarang-ku, dedi kutubxonachi. Shiyponni bo'ri yermidi? Yosh bebosh bo'lganman-da, deb achchiq kuldi yigit. O'qishingizchi? 1 yil yo'qotaman. Nachora. Muzaffar qo'lidagi jurnalni varaqlay boshladi. Bu yil ayniqsa ko'p qiynaldim. Sog'ayib ketasiz, dedi ishonch bilan Qunduz. Aytgandek, institutni bitirib kim bo'lasiz? Odam, deb kuldi. Tog'dan tushib kelyapman, dedi u ertasi kuni Qunduzni ko'rgan zahoti. Egnida qalin sviter, eshik kesakisiga suyangan ko'yi hansirab turardi. Qalay? Tog'lar o'ksik, mening ko'nglimdek. Yigit quyosh nuridan ko'zlari qamashib gapirardi. So'z yo'q. Balandroqqa chiqa olmadim-da. Nafas qisib qoldi. Nega o'ksik? Deb so'radi kutubxonachi deraza pardalarini surarkan. Chiqsangiz ko'rasiz. Men hali chiqmaganman. Qo'yingi, ishonmaysiz-a? Bir marta 9-sinfda xuv yonbag'rigacha borganmiz. Lola tergani. Keyin qo'l tegmadi. Yopiray. Bo'zchi belpoqqa yalchimaydi. Qunduz Xijilotamiz kulimsiradi. Ko'klamda chiqmoqchimiz nasib qilsa. Chiroyli joylar. Muzaffarni yo'tal tutdi. Mushtini og'ziga tutib yo'talarkan, yuzlari qizarib bo'zarib, yelkalari silkinardi. La'nati yek, dedi xuruj bosilgach yoshlangan ko'zlarini artib. Sahardan boshlayapti-ya. Ha. Chiroyli joylar, kiroyi joylar. Javondan qora muqovali qalin kitobni olayotib, afsuslangandek, chiroyli joylar, dedi u yana va o'qishga tutindi. Tashqarida quyoshning haroratsiz yog'dusiga cho'lg'angan dov-daraxtlar tagida za'faron ko'ylagi etaklarini sudragancha kuz dildirab kezadi. Hakkalar uchib qo'nib xazon titkilaydi. Olisdagi qorli cho'qqilar do'ppi gullaridek xayoliy tovlanadi. Ko'kish tuman uchra elas-elas ko'zga chalinayotgan yovvoyi bodom, tog'olcha, do'lana butalari qoplangan o'ngirlar xonaga dilgir sukunat baxsh etadi. Qunduz zerikdi. Nari-beri parishon yura boshladi. G'ashlikka o'xshash bir tuyg'udan yuragi siqilib, xo'rsindi. Dafatan o'zini kimsasiz, g'arib sezdi. Bosh olib ketsang, bir yoqlarga. Zum o'tmay hushiga kelib kulimsiradi. Jinniga o'xshab. Muzaffar bilan suhbatlashish allanechuk maroqli. Ammo yigit berilib o'qir, go'yo olamda uning borligini unutgan edi. Qunduz qat'iyat bilan qimtilgan qalin lablariga, g'amgin qo'y ko'zlarga, qiz bolaniki singari uzun, ingichka barmoqlariga bir-bir tikildi. Nima o'qiyapsiz, deb so'radi nihoyat jur'at qilib. Yigit bosh ko'tardi. Gegel.
Qunduz Gegelning kimligini so'rashga iymandi. Tushungan kabi bosh silkib qo'ydi. Qiziqmi? Nima desam ekan? Har narsa ham qiziqsangiz qiziq. Faylasuf u. Kecha televizorda ham bir faylasuf chiqdi. Kim? Sharipovmi, Sharopovmi, shunaqa fan kandidati bor ekan-ku. Qaydan? Bo'lsa bordir, dedi yigit. Bilasizmi? Dunyoda kandidatlar, bakalavrlar, doktorlar, magistrlar, professorlar ko'p. Olimlar kam. Kelinchak birdaniga o'qimaganiga o'kindi. Agar o'qiganda, u ham shunaqa chiroyli gapirarmidi? Ovqatlangan bormaysizmi? deya u soatiga ko'z tashladi. Tushlik bo'ldimi? Muzaffar o'rnidan qo'zg'aldi. Kechgacha ishlaysiz-a? Ozroq o'qimoqchi edim. Ha. Yigit bosh irg'ab eshikni yopdi. Qunduz ko'ngli g'ash. Muzaffar stol ustiga qo'yib ketgan kitobni asta varaqladi. Qunduz ko'ngli g'ash. Muzaffar stol ustiga qo'yib ketgan kitobni asta varaqladi. Ostiga qalam bilan chizilgan satrlarga tikilib qoldi. Voqea narsalar haqiqiydir. Haqiqiy narsalar voqeiydir. Kechasi yomg'ir yog'di. Ertalab yer-u ko'kni tuman bosdi. Qunduz osmonni to'ldirgan qora bulut uyurlariga, namchil asfalt yo'lga tashvishlanib qaradi-yu, kun bo'yi dildirab o'tirishni o'ylab g'ash tortdi. Maktabdan ishxonasiga telefon qilib, bir kunga ijozat oldi. Uylarni yig'ishtirmoqchi edi. Ammo qo'li yumushga bormay, yuragi orziqdi. Qalin tivit ro'molini o'rab, plashini kiydi-da, sanatoriyga jo'nadi. Kutubxonani ochishi bilan ozoda kiyingan, ko'zoynak taqqan, oq-sariq qariya kirib keldi. Bir pas jurnal varaqlagach, kitob yozdirib chiqib ketdi. Qunduz ro'molini yelkasiga tashlagan ko'yi qo'llarini quqlab o'tirardi. Boshida telpak, tomog'ini sharf bilan o'ragan, rangi muzdek Muzaffar ostonada paydo bo'lgan zahoti shoshib o'rnidan turdi. Shu sovuqda ham keldingizmi deb so'radi yigit achinib. Shamollab qolasiz-ku. Bu yerga loaqal elektr pechga qo'yishsa bo'lmaydimi? Isitish qozoni ishdan chiqibdi. Tuzatishayapti, dedi kelinchak gunohkorona. Qozon yorilibdimi? Tabiiy ofatda, deya tanglayini taqillatdi yigit. Qunduz nima deyarini bilmay, kitobingizni olib beraymi deb so'radi. Mayli, rosa o'qiydigan havo bo'lyapti. U yo'talib, istar-istamas kresloga cho'kdi. Sukunat devori ularni bir-biridan ajratib turar. Deraza ostida chak-chak yomg'ir tomchilab, daralardan tuman pardasi ko'tarilib bormoqda edi. Kecha Zohida bilan urushdim, dedi Qunduz kutilmaganda hasrat qilib. Yigit kitobdan ko'z uzib unga qaradi. Zohida kim? Buxgalter xotin. Nega urushdingiz? Kutubxonada farrosh yo'q. O'zim supurib sidiraman. Boshqa birovning nomiga oylik chiqargan. Vedimizda ko'rib qoldim. Direktorga aytaman desam, bo'shagin kelayotgan bo'lsa aytaver deydi. Xonani tozalasam, o'zim uchun qilaman. Oylik talashmoqchi emasman-ku. Shunday degandan keyin chiday olmadim-da. Qizishib ketdim. Tavba, deya yigit bosh chayqadi. Odamlar ajoyib. Shirin bo'lsang yutib yuborishadi. Achchiq bo'lsang chaynab tashlashadi. So'ng barmoqlarini asabiy o'ynab, shuning uchun yer yuzida chuchmal odam ko'p-da, dedi. Shamol turdi. Yiroqdagi qorli cho'qqilar yana yarqiradi. Tog' bag'ridagi yong'oqzor o'sha yuqoriga o'rlayotgan otliq elas-elas ko'zga chalinar edi. Muzaffarni birdan yo'tal tutdi. Nimjon gavdasini kreslo suyanchig'iga tashlab, xirqirab qoldi.
Doktor chaqiraymi? Dedi Qunduz shoshib. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. O'tib ketadi. Yigit og'riqdan yuzini burishtirib, ko'kimtir tomirlar o'ynab chiqqan qo'lini siltadi. Derazani oching. Derazadan yomg'ir aralash izg'irin yopirilib, pardani tortqiladi. Qunduz junjikib ketdi. Muzaffar og'ir-og'ir nafas olib to'lg'anardi. O'zim ham nega bugun tutmadi deb turuvdim. Kelinchak labini tishladi. Qiynalib ketdik-ey. Sovuq bo'lmaydi-da sizga, dedi kuyunib. Hozir bosiladi. Titroq barmoqlari kreslo yog'ochini bemajol tirnar. Tor ko'krak qafasdan shig'-shig' etgan tovush eshitilardi. Mana o'tib ketdi. Yigit manglayidagi ter tomchilarini artib, omonat iljaydi. Xasta o'pkam achchiq gazlarga o'rganib, toza havoda qiynalyapti. Yomg'ir quyib yubordi. Muzaffar derazadan tashqariga qarab entikdi. Yomg'ir ham ezildi-ey. Nima o'qiyapsiz? Qunduz qo'lidagi kitobni ko'rsatdi. Nima haqda? Bizning yoshimizda nima haqda o'qishardi? Ha, deya ma'nodor bosh irg'adi Muzaffar derazani yoparkan. Yomg'ir tovushi pasaydi. Menda bir kitob bor, dedi joyiga o'tirgach. Fransuz yozuvchisiniki. O'qib, yigit boshim bilan yig'laganman. Rostana, yolg'onchining uyi kuysin. Xohlasangiz o'qib ko'ring. Bugun yo'q. Mayli, ertaga olib kelasiz-a? Shunaqa ta'sirlimi? O'tgan kunlarga o'xshaydimi? Men qachon o'qisam, o'z-o'zimdan yig'lagim kelaveradi. O'tgan kunlar. Yigitning ko'zlari chaqnab ketdi. Faqat siz emas, Qodiriy o'zi yozib, o'zi yig'lagan ekan. Ertalab eri telpagini bostirib uydan chiqarkan, Qunduzga ishga borsang qalinroq kiyin. Kunga ishonma. Eshak o'ldiradigan oftob bu, dedi. Quyosh charaqlab turibdi, ammo havo sovuq. Ko'chaning ikki betidagi tunuka tomlarda qirov yeltillaydi. Kechagi yomg'irdan so'ng ola chalpoq quriy boshlagan yo'lga teraklarning novvotarang yaproqlari to'kilar. Ikkita to'qol echki barglarini yamlab yutar edi. Tushgacha Muzaffardan darak bo'lmadi. Qunduz to'satdan o'zining betoqatlanayotganini sezdi. Kitob bermoqchi edi-ku, deb o'yladi xayolini chalg'itishga urinib. Kun tushdan oqqach, yuragiga g'ulg'ula tushdi. Eshikni qulflab, 3-korpusga chiqib yubordi. Muzaffar 4 kishilik xonada yolg'iz o'zi o'ranib yotar edi. Sizga yolg'onchi bo'ldimi? Ko'rmaysizmi? deya xomush kulimsiradi. Qunduzning ko'zlarida hurkak bir bezovtalik paydo bo'ldi. Tuzukmisiz? Rahmat. Ertalab sal. Yigit yuzini burishtirib, yon-verini timirskiladi. Keyin noumid qo'l siltab qo'ydi. Yolg'iz qiynalmaysizmi? Hamxonangiz ham yo'q ekan. Muzaffar qaddini rostlab, hazin jilmaydi. Atay shu palataga joylashganman. Nega? Aslida odamlardan qochib keldim. Keyin boshqalarning uyqusini buzish insofdan emas. Odamlarsiz qanday yashaysiz? deb so'radi kutubxonachi ko'zlari javdirab. Yigit qo'llarini ko'ksiga chalishtirib kuldi. Giyote bo'lib ketingi. Giyote? Shunday nemis shoiri o'tgan. Bilsangiz kerak. O'shaning she'ri bor. Qanchalar bema'ni bo'lmasin muhit, baribir odamsiz yasholmas odam. deya viqor bilan o'qidi. Ana ko'rdingizmi? Siz bo'lsa, men bo'lsa delfinga achinaman, dedi Muzaffar tomdan tarasha tushgandek. Kimga? Savolingiz o'zbek tili grammatikasi bo'yicha noto'g'ri, lekin mohiyat e'tibori bilan juda to'g'ri.
Qunduz tushunmay yelka qisdi. Chunki delfin tilsiz ongsiz hayvon sanaladi. Hayvonlar esa kim emas, nima degan so'roqqa javob bo'ladi. Maktabda o'qitishgan-ku. Ammo men aytayotgan delfin boshqacha. Kim deb so'rashga arziydigan. Meni jinni deb o'ylamayapsizmi? Deb qoldi u to'satdan. Yo'q, nega? Sal poyintar-soyintar gapiraman-da. Indoneziyada bir delfin maktabga qatnaydigan bolalarni narigi oroldan berigi orolga o'tkazib qo'yar ekan. Doim ma'lum vaqtda qirg'oqqa kelib, o'quvchilarni kutib turar ekan. Bir kuni bolalar bilan qandaydir mast odam unga minibdi. Qo'lida lattaga o'rilgan pichog'i bor ekan. Suv o'rtasiga kelganda delfinning qoq yuragini mo'ljallab sanchibdi. Voy, nimaga? Nimaga deysizmi? Yovuzlikda qachon mantiq bo'lgan? Bu yog'ini eshiting. Delfin suvni qora qonga bo'yab sohilga suzib boribdi. Bolalar qirg'oqqa tushishi bilan u shaloq etib ag'darilibdi-da, jon beribdi. Ko'rdingizmi? Agar uning o'rnida kim bo'lganida edi, pichoq sanchilgan zahoti yelkasidagilarni uloqtirib yuborardi. Voy sho'rlik. Darrov yarasini bog'lashganda balki o'lmasmidi? Kim bog'laydi? O'sha nima degan so'roqqa javob bo'ladigan kimsami? Tumbushka ustidagi suvsiz bankaga solib qo'yilgan bir dasta giyoh quriy boshlagan. Elitguvchi talx hidi gurkirar. Qovjiroq ko'katlar huvillagan bo'm-bo'sh xonani yana ham befayz ko'rsatar edi. Qunduz deraza rafida tartibsiz sochilgan qog'ozlarga razm solib, dars tayyorlayapsizmi deb so'radi. Yo'q, deya bosh chayqadi yigit. Bu kundalik. Ko'rsam sir emasmi? Sir. Harbiy sirmi deb kuldi Qunduz. Dunyoning siri, deya jilmaydi yigit. Olamda odamzodning aqli yetmaydigan bir sir bor. Uni hech kim tushunmaydi. Agar unga insonning aqli yetsa, yashashning ma'nosi qolmaydi. U yana yo'tal tutdi. Kelinchak vujudida og'riq tuyib, labini tishladi. Ey Xudoyim ey. Muzaffar dahanini sochiq bilan artib, adyolini tuzatarkan, hansirab, shunaqa deb qo'ydi. Tuzalib ketsin ey bechora, deya xayolan shivirladi Qunduz. To'yingiz qachon bo'lgan deb so'radi yigit afatan. 1 oydan oshdi. Nogahoniy e'tirof tuyg'usi Qunduzning ko'nglini titratib o'tdi. Eringiz nima ish qiladi? Bu savol unga malol keldi. Negadir ranjidi. Kanalda texnik. Ha, yaxshi, dedi yigit qoshini chimirib, dag'al tovush bilan. Gap so'z tugagandek edi. Qunduz derazadan ko'rinib turgan bir parcha osmonga boqib, gruppangizda qizlar ham o'qisa kerak, deb qo'ydi. Muzaffar qo'llariga tayanib, yag'rinni ko'tardi. Birontasini yaxshi ko'rasizmi? Demoqchisizda? Yo'q, yaxshi ko'rmayman. Meni ham dunyoda onamdan boshqa hech kim yaxshi ko'rmagan, dedi u jilmayish ko'rinib. Nima uchun? Chunki, deya u bir lahza taraddudlandi. Keling, bu ham sir bo'la qolsin. Hammayoq sir deng. Kelinchak o'rnidan qo'zg'aldi. Mayli, men boray. Shoshyapsizmi? Chanqadim. Choynakda choy bor. Sal sovuqroq. Yo'q, rahmat. Vrachni aytib yuboraymi? Yigit bosh chayqadi. Nega? Tabib aytur, ey nodon, bu dardni bedavo derlar, deya u tumbuchkasidan mo'jazgina kitobcha olib uzatdi. Mana o'sha yig'latadigan. Qunduz eshikni zichlab yoparkan, ichkaridan yo'tal tovushi eshitildi. Uyga xomush qaytdi. Darvoza ochiq.
Qaynotasi qo'lida qaychi, olma daraxtlari tagida kuymanib yurar edi. Salom berib hovliga kirdi-da, yo'l-yo'lakay ertalab yoyib ketgan kirlarni yig'ishtirdi. Atlas zarbardalar, guldor so'zanalar bilan bezatilgan xona, botib borayotgan quyoshning qirmizi yog'du cho'mgan, burchakdagi toshoyna, servant ustidagi soatda g'urub shu'lasi yallig'lanardi. Qunduz to'rdagi suratda kulib turgan, dakana ro'molli jikkakkina kampirga bir zum tikilib qoldi. U marhuma qaynonasini ko'rmagan. Shu vajdan qo'shni xotinlar uni keng uyning kelinchagi deb hazillashadilar. Sigirni sog'ib bo'lib ovqatga unnaganida mashina signali eshitildi. Dars tayyorlab o'tirgan qaynisi 14 yashar Isroil chiqib darvozani ochdi. Changga botgan sariq Moskvich kirib keldi. Balyonya kurtka, ko'k shim kiygan Komil mashinadan tushib ust-boshini qoqdi-da, og'ilxonada ter to'kayotgan otasi tomon bordi. Qunduz obdasdagi iliq suv quydi. Ishkom bag'aziga sochiq ilayotib, eriga uzoqdan sekin "Harmang" dedi. U oshxonada sabzi to'g'rayotib, bexos bashmoldog'ini kesib oldi. Shosha-pisha bog'layotganda eri gugurt qidirib kirdi. "Qo'lingni kesdingmi? Ko'zingga qaramaysanmi?" dedi u koyish ohangida. "Ha, mayli. Qon, yorug'lik. Nima ko'pga batir, darrov to'xtaydi." Ovqat mahali poygakda choy uzatib, parishon xayol o'tirar, qaynotasining gaplari qulog'iga uzuq-yuluq chalinardi. Qizil novvosning kunjarasi, ertaga boqqa chiqib toklarni ko'mish kerak. Mulla Nurmatnikiga. Choydan keyin cholni mudroq bosdi. Kelinchak unga o'rin to'shab bergach, idish-tovoq yig'ishtirishga tushdi. Uyga qaytib kirganida televizor vag'illab yotar, eri muk tushib pinakka ketgan edi. Sharpani sezib, ko'zlari yarq ochildi. "O'chirib qo'yaveraymi? Charchabman." Komil esnab o'rnidan turdi. Qunduz pechkaga ko'mir solib, derazadan tashqariga tikildi. Qop-qorong'u, hovli etagidagi qari tut zulmat qa'rida qorayib ko'rinadi. Qayerdadir daydi mushuk zorlanib miyovlaydi. Yo'tali bosildimikan? Sir deb nimani aytdi ekan-a? Hech kim tushunmasligi kerak. Nega? Sir bo'lgani uchunmi? Sekin uf tortdi. Sumkasidan u bergan kitobchani oldi. Erini varaqladi. Duch kelgan sahifadan o'qiy boshladi. Avvaliga loqayd ko'z yugurtirdi. So'ng mo'jizaga uchragandek olamni unutdi. Na eshikning g'ijirlab ochilganini, na erining yo'talganini sezdi. Komil yelkasi osha engashib, muzdek taftini uning bilagiga qo'ygandagina cho'chib tushdi. "Qanaqa kitob? Qani?" Barbyus. Odamning otimi? Barbaris degan konfet bo'lardi. Er choponini yechib stul suyanchig'iga tashladi. Bosh qashigancha birpas serrayib turdi-da, esnab, "Mashinaning suvini to'kib qo'yish kerak. Qor yog'ilganga o'xshaydi", deb uydan chiqdi. Qunduz uning gapini eshitmadi. Bu vaqtda u yig'lar, lablari "Azizim Luyi, senga bu maktubni 20 yildan so'ng yozyapman" deya shivirlar edi. Muzaffarni esladi. Bu kitobni o'qib, yigit boshim bilan yig'laganman. Erining qorasini payqab, yuz-ko'zini artdi. Komil yechinib karavotga cho'zildi. Baquvvat qo'llarini boshi ostiga qo'yib, chalqancha yotar, nafas olganida keyin ko'kragi ko'tarilib tushar edi. "Qani, yotmaysanmi?" deya shivirladi u xushnud kulib. Ko'zlari chaqnar edi. Qunduz bosh chayqab, o'qishda davom etdi. Har kech shu gapni eshitganida a'zoyi badani sirli hayajon qamrar edi.
Hozir negadir vujudi junjikdi. Eri bir zum shiftga tikilib yotdi-da, norozi ohangda: "Kun bo'yi o'qib to'ymadingmi? Bo'ldi-da. O'chir chiroqni", dedi. Keyin bir sapchib xotinining baxmal nimcha sirib turgan belidan shartta quchoqlab, bag'riga bosdi. "Ah, xotincham-ey, bo'ldi endi." Qunduz birdan bo'shashib, ko'zlarini yumdi. Tun, olam jimjit. Qunduz ko'z ochdi-yu seskanib tushdi. Sovuq, zimiston xona, yo'tal tutib yolg'iz to'lg'anib yotgan Muzaffar. Komil shoshib qoldi. "Nega yig'laysan?" Qunduz nega yig'layotganini o'zi ham bilmas. Yelkalari dir-dir silkinardi. Eri turib chiroqni yoqdi. "Aytsang-chi, nima bo'ldi? Biror joying og'riyaptimi?" Qunduzdan javob yo'q edi. Komil jig'i biyroni chiqib, karavot chetiga o'tirdi. "Odamni xun qilib yubording-ku. Gapirsang-chi?" Uning churq etmagani o'zicha tushungan eri yoniga ohista cho'zildi. "Bilaman, ish ko'p, zerikib ketding", dedi bir ozdan so'ng muloyim tovush bilan. "Loaqal kinoga borolmayapman. Ko'rib turibsan-ku, qo'lim tegmayapti. Obyektni topshiraylik, shaharga tushamiz aylangani. Xohlasang, teatrga kiramiz." Bu taskin tasalli Qunduzni butkul o'rtab yubordi. Komil chiroqni o'chirib, yotgan joyida sigareta tutatdi. Sigareta cho'g'ining lip-lip shu'lasida dala shamoli qoraytirgan horg'in yuzi g'ira-shira ko'zga chalinardi. U bosib-bosib ichiga tortdi. Er-xotinning uyqusi o'chgan, birortasidan sado chiqmas edi. Qunduz xira yorug' tushib turgan derazaga tikilarkan, opasi Zumradni esladi. So'ng tug'ilib o'sgan hovlisi, erta ko'klam tomida qizg'aldoqlar lovullaydigan uy xayoliga keldi. Opasi 10-sinfda bitirayotgan yili bir yigit bilan qochib ketgan edi. Onasi uni ko'p qarg'ar, Qunduzdan jahli chiqsa ham albatta qo'shib o'tar edi. "Shumoyoq egachingga o'xshamay o'l, qirchig'ingdan qiyilgur, o'sha sharmandaga tortyapsanmi?" U opasining isnodi ostida ezilib o'sdi. Maktabni tugatishi bilan onasi uni gumdon qilish payiga tushdi. Sanatoriya oshxonasida ishlab yurganida Qunduzni 1 oylik o'qishga yubordilar. Qaytib kelgach, u amakisining oshnasi Mirkamol domlaning o'g'liga fotiha qilinganini eshitdi. Orasida uy-joy, oqko'ngil qaynota, royishli qayni. To'satdan ongida alla narsalar charaqlab, uni titratib yubordi. Yonida Muzaffar yotgandek tuyuldi. Bu xayoldan hatto o'zi qo'rqib ketdi. Ko'zlarini chirt yumdi. Yana Muzaffar. Qunduz vahimaga tushib, bo'g'ziga yig'it qildi. Nahotki Komil beozor pishillagancha uxlab yotardi. Shu odam uning eri. Bir umr. Shuursiz bir tarzda Komilning issiq yuziga barmoqlarini tekizdi. Eri uyqusirab tamshandi. Yonboshiga ag'darilib ko'zini ochdi. "Haliyam uxlamadingmi?" Qunduz uning uyquli ko'zlariga tik boqib, "Menga qarang", dedi. Tovushi o'ta xotirjam, istig'nodan asar ham yo'q edi. "Meni yaxshi ko'rasizmi?" Komil anglamadi. "A? Meni yaxshi ko'rasizmi?" Eri yelkasidan quchdi. "Gaping qiziq. Yaxshi ko'rmasam uylanarmidim?" "Men-chi?" "Nima sen? Men sizni yaxshi ko'ramanmi?" Komil dovdirab qoldi. "Xotinim bo'lgandan keyin yaxshi ko'rasan-da", deya o'ldiradi uyqusi uchib. Birdan sergaklanib o'rnidan qo'zg'aldi. Xotiniga jonsirak tikildi. "Senga nima bo'ldi o'zi?" deb so'radi u. "Rostini aytaver."
Kelinchak derazadan tushayotgan oyning xira yorug'ida erining to'mtagan lablari, kirtaygan ko'zlarini ko'rib rahmi keldi. Hech narsa, deya pichirladi u. Yo'q, hech narsaga o'xshamaydi. Yo, bitta yarimtaga Qunduzning yuragi shuv etdi. Nega indamaysan? Gapir. Nega unaqa deysiz? Ha, nimaga bunaqa g'alatisan bo'lmasa? Qunduz yana sukutda qoldi. Komilning diqqati oshdi. Nima qilarini bilmay, yana sigareta tutatdi. Saharsiz xo'rozlar qichqirguncha churq etmay bedor yotdilar. Ikkalasi ham o'rtada nimadir yo'qolib, nimadir paydo bo'layotganini anglagandek edi. Eri tong qorong'usida choy ichmay ishga jo'nadi. Qunduz boshi cho'yandek og'irlashib, o'rnidan turdi. Xat qisqa edi. Qunduz, to'satdan jo'nayapman. Sovuq jonimdan o'tib ketdi. Siz baxtli bo'lishingiz kerak. Siz o'zingiz bilmagan holda menga qanchalik dalda berganingizni bilsangiz edi. Faqat rahmat ayta olaman. Muzaffar. Mana buni ham qoldirdi, dedi qorovul chol qora muqovali qalin kitobni uzatib. Qunduz hayron bo'lib cholga qaradi. U bamayli xotir piyoladan achchiq ko'k choy ho'plar edi. Mana azizlar, hikoyamiz tamom bo'ldi. Hikoyamiz 1978-yil yozilgan. Albatta, o'zingizga kerakli bo'lgan xulosani oldingiz deb o'ylayman. Kamchiliklar uchun uzr.